Assalomu alaykum Chorva Toshkent kanali a'zolari, chorvador aka-ukalarimiz. Bugun sanamiz 2-noyabr hafta kuniga yakshanba Toshkent tumani Uchqahramondan o'zimizni shu naslchilik mini fermamizdan o'rtoqlar sizlarga bugun 8-9 tacha mollarimizni savdoga qo'yib berishga harakat qilamiz. Tez qisqacha qilib obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Bu mollarimiz o'zi 3 kun oldin savdoga tayyor edi. Sal bo'tlarni mana uborkalar qilib chiroyli qilib chiqarmoqchi edik, to'g'risi vaqt bo'lgani yo'q. Hozir bor holatida o'rtoqlar chiqarib beraman. Narxi sifati ma'qul kelib qolsa, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, bular bizda to'g'risi pul bo'shatishga hammasi sotiladi. Bular hozir o'rniga xudo xolisa birinchi qoringa bo'g'oz partiyalar ham savdo qilib turibmiz. Nasib qilgan bo'lsa olib kelib boylaymiz. Narxlarni yengil qilib beriladi. Buni qimmat etib ushlab turishdan foyda yo'q. Xo'p, mana birinchidagi ko'rsatib berilgan ikki bosh rossiyskiy g'unajillarimiz. Birinchi o'rinda o'rtoqlar bizda hozir hech qanaqa oqsil, dermatit kasallari yo'q. Kelib bemalol tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Hech qanaqa problemasiz. Hop, narxini boshida aytib o'tib ketaman. Mana shu uchala gibrid mavlarimiz shu nemisskiy, rossiyskiy gibrid adashmasam. Mamnimiz shu nemisskiy adashmasam shu sementallar chatishib qolgan. Hammasi xullas kichkinadan shoxi bor. 13,5 million so'mdan kami qilib beriladi. Hop, mamnikini hop, adashmasam o'lchangan edi, 1.15 chiqqan. Narigilar o'lchangani yo'q. Shuni nari berisidagi buzoqlar 1.10 dan 1.15 gacha bo'lgan buzoqlar, 4 oylik, 5 oylik buzoqlar sutdan chiqqan, 100% ovqatga kirgan. Mana ham kallalarga ahamiyat beringlar. Haqiqiy sut yo'nalishini mollari. Mana jonivor. Mana oq yelin, oq so'zga. Endi o'rtoqlar, mana men g'unajinni yeliniga bitta e'tibor qaratishinglarni so'raymiz. Buni telefonda ko'rsatib bera olaymanmi yo'qmi bilmadim-ku. Iloji bo'lsa kelib ko'rib olsanglar, mana qaranglar. Orqa zapaskasini bitta ko'rsatib beramiz. Mana qaranglar. Mana yelinni qaranglar o'rtoqlar. Haqiqiy sut yo'nalishini mollari. Hop, shoxi kichkina shoxlari bor. Kallalar, yelkalar mana. Hamma tomonlama pachka narsa. Buni hozir bu yoqqa yugurtirib, yo'q qilib hozir ko'rsatib berishga bu sharoit ham yo'q o'rtoqlar. Hozir sizlarga bor holatida ko'rsatib beramiz mollarni. Mana shu mollar bo'yi 1.10 dan baland hamma mollar. Mana g'unajinni tikkaligiga ahamiyat beringlar. Ovqat yeganda juda ham qattiq yeydi. Imini mana shu g'unajinimiz ham. Hop, mana bunisi yaqinda onasidan ajragan, unga ozgina berib turibmiz. Ishtahasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma narsani yeyishyapti. Mana 13,5 million so'mdan kamini qilib beramiz. Hop, agar buqacha qiziqadigan akalarimiz bo'lsa, mana buzog'imiz o'rtoqlar bizani eskidan kuzatib turishadigan akalarimiz bilishadi. Buni 1 oy, 1,5 oydan beri boqamiz biz. Mana g'unajinimiz bilan ikkalasi parodasi bir xil. Mana, agar juplab olamiz desanglar, sizlar olgan odam maza qiladi, xudo xolasa. Mana rangi, bo'ylari hamma tomonlama bir xil. Ikkalasini o'rtoqlar bo'ladigan narxi 29 million so'mga beraman. 16 million so'mga 13 million so'm. Jupiga 30 million kami bor, sotiladigan puli 29 million so'm. Buni o'zini xohlasanglar olsanglar bo'ladi. 16 million so'mga mana. Orqalarini bitta ko'ringlar. Lekin 16 milliondan kami yo'q o'rtoqlar. Chunki buni olganimizga 1 oydan ham oshib ketdi. Bizga ham kichkina pulga kelmagan, arqonga tushmagani uchun hozir arqonda sal noqulayroq turibdi. Xo'p, bularni ko'rsatib o'tdik. Xo'p, o'rtoqlar, oldingi syomkamizda mana yetuv bo'g'oz sigirimizni chiqarib o'tgan edi. Ozgina qorong'ida qo'yilgan edi. Okalarimiz yaxshi ko'risha olmagan edi. Mana shu yetuv bo'g'oz sigirimiz o'sha yetilib qoldi. Mana bir haftadan beri kejanlar, kelaqa. Buni o'rtoqlar 7 ishtalari va shu zo'r, juda ham qattiq ekan. Mana tishlari ham zo'r. Mana oldingi syomkada tishlarini ham qo'yib o'tib ketdim. Mana orqa yelinlariga ahamiyat berasizlar. Mana hali soladi. Ancha уже bir hafta 4-5 kundan beri ancha yana ham to'lishib qoldi yelinlar. Mana qaranglar. Yuvvoshligini qaranglar, bu jonivorni qaranglar. Mana jonivor. Yuvvosh. 7 ishtalari zo'r. Xo'p, mana molimizni bu yoq tomondan ko'rinishi, etlari ham yomon emas. Bo'yi 1.20 atrofida taxminan. Olib sigir qilib olishinglar uchun narxi 25,5 million kamini qilib beramiz. 25,5 million xayri bor, savdosini qilib beramiz. Bu yerda hozir endi mollar
ko'proq bo'lganiga bu yerda to'ldirishga ham sharoit yo'q. Bularni yoniga yana mollar kelish kerak. Shuning uchun bularni iloji boricha egalariga topshirib, keyingi partda mollarni olib kelamiz. Xullas, narxi 25,5 million kamini qilib beramiz o'rtoqlar. Mol yuvoshliklari hamma tomonlama zo'r. Mana qaranglar. Mana qaranglar, jonivor. Yedishtilari ham hech qanaqa muammosi yo'q. O'sha yetilib ham qoldi, shu 1 hafta 10 kunligi bor. Dastlabkasini men o'zim mashinamdan yetkazib beraman agar yaqinroqda turadigan akalarimiz bo'lsa. Xo'p, mana rossiyskiyimiz bizda adashmasam 1-2 oylar ham bo'lib qolyapti. Mana ancha o'zgarib chiroyli bo'lib qoldi. Bu vodiyli akamizga baraka bo'luvdi. Keyin kelganlardan keyin boshqa mollar olib ketdilar. Bu yana ham o'zgarib yaxshi bo'lib qoldi. Ostlari chiroyli. Mana jonivor. Mana yelinlari ham zo'r. Bu o'sha qochishga ham kelib qolyapti. Bir marta kuylab ham o'tdi. 1-2 oy shu dekabrlargacha sabr qilib turib qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Bu akalar katta sutli sigir bolasi. Bu o'zimizni tanish akamizdan olingan. Oyoqlarini baquvvatligiga bitta ahamiyat bersanglar bo'ladi. Narxi bo'ladigan narxi 16 million so'm qilib beramiz buni. Bo'yi 1.20 dan baland. Xudo xolisi shu 40 million, 45 millionlik sigirlar bilan tenglashaveradi, xudo xolisi. O'zi buni bo'yi ham, bu o'zi 10 oylik biz akalar. Sigir bilan barobar bo'lib turibdi hozir. Mana yelinni ham qaranglar. Ha qaranglar. Ostini qaranglar. Mana. Narxi 16 million so'm qilib beramiz, bo'ladigan narx. Hop. Mana nemislarimiz oldingi so'mkada ham qo'yganmiz, bular ham ancha o'zgarib yaxshi bo'lib qolishdi. Hop, bularning narxi 29 million kami bor jupiga. Jupiga 29 million kami bor. Hop, alohidagi ozgina narx o'zgaradi. Kimga qaysi biri yoqsa, telefonga aloqa chiqarasizlar. Bular ham shu 5 oy, 6 oylik atrofidagi nemis g'unajillarimiz. Kichkina shoxlari bor. Ostlari ham zo'r, mana qaranglar. Hammasini qaranglar, telarini. Jonivorlar. Hammasi yedishtilari zo'r. Narxi jupiga 29 million kamini qilib beramiz o'rtoqlar. Xo'p. Bularni ko'rsatib o'tib ketdik. Rossiyskiyimiz 16 million so'm. Sigirimiz 25,5 million so'm. Qashi o'rtoqlar kim mosa maza qiladi. Arzimagan ovqatda to'yib xudo xolisa yegan-ichgan bergan ovqatlarni oqlaydi. Bemalol egasi aytganimizga 10 ta 12 ta sutga bemalol beraverdi Murod. Xudo xolisa beradi deyishgan. Endi biz hali tug'magan narsaga mamincha sutga deb aytmaymiz. Xudo xolisa olib baraka topasizlar. 25,5 million. Xo'p, rossiyskilarimiz 13,5 million so'mdan. Bular o'rtoqlar adashmasam shu rossiyskiga nemis gibridlar bular. Ota-onalarni o'zimiz ko'rmaganmiz, lekin haqiqiy naslli sigirlarning bolalari 13,5 milliondan. Mana bunisi sal kichkinaroq bichimi. Buni ustiga 13 million kami ham bor deyveramiz ham. Telefonga aloqa chiqaringlar o'rtoqlar. Jaydari o'zimizni mesni o'najillarni ham o'z mashina narxi aytilyapti. Bizga aylangani hisob. Iloji bo'lsa shu juplab savdo qilsanglar, dastlabkasi sizlarga yengilroq tushadi. 13,5 milliondan tanlab olaverasizlar. Buqamizni 16 million so'mga Toshkent shahar, Toshkent rayonlari bo'ylab o'zim mashinamda yetkazib olib borib beraman. Mana. Bu menga kelganida sut buzoq edi, endi onasidan ajragan edi. Hozir ovqatlarga kirib ancha zo'r bo'lib qoldi. Buni o'zimiz bitta yaqin Parkentli akamizdan olgan edik. Hop. Bular bitlariga privkalar ham qildirib qo'yganman menga. Hop, qo'llangancha chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qildik. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.